Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Men orolda 1 million aholi yaratdim. Ular esa tabiiy ofatlarga bardosh berishlari kerak. Ulardan biri vulqon otilishi, tornado, tsunami va nihoyat o'zga sayyoraliklarning hujumiga ham. Kimda-kim tabiiy ofatlardan tirik chiqsa, mana bu chiroyli do'ndiqcha bilan birga tushlik qiladi. Xo'sh, tayyormisizlar? Albatta tayyormiz. La'natlari. Bular tayyorgarlikni boshlab yuborishibdi-ku. 1 daqiqa, sizlar dengizdan qanday qilib o'tasizlar? Cho'kib o'lasizlar. Xavotir olma, bizda ajoyib reja bor, hozir ko'rasan. La'nati, ularga qayiqni kelmaydi. Hozircha yomon emas. Mana bular shahar qurishyapti. La'nati, bunisi nima balo? Jin ursin, axir bu sivilizatsiya-ku. Shahar qurishni juda ham tez bitirishdi. Men do'ndiqcha bilan aylanib ketsam maylimi? Yo'q, bu nima, afsunganlar tanlovmi? Bizga tomoshabinlardan bir kishi kerak. Mana men tayyorman. Meni ko'rmayapsanmi? Bunday tanlovda birinchi marta qatnashishim. Xo'sh, men nima qilishim kerak edi? Men qutining ichiga kirishim kerakmi yoki meni sichqonga aylantirib qo'yasanmi? Shunchaki pastga qarab tur, senga ajoyib sovg'am bor. Bu qiziq bo'ldi-ku. Mana bunga o'tirasan. La'nati, yo'qot buni ko'z oldimdan. Tushunmadim, nima shovqin bo'lyapti? Bu yerda Bazma Jamshid avjida-ku. Sizlar vulqon ustida ekanligingizdan xabaringiz bormi? Albatta xabarimiz bor. Eshityapsizlarmi? Qandaydir tovush kelyapti. Hamma qochib qolsin, hozir vulqon otadimi nima balo? Faqat bu yerda o'sirmanglar. Jin ursin, men hademay vulqon otadi deb o'ylabman. Menimcha sizlarning omading vulqonli tsunamiga o'xshaydi-ya. Lekin men tirikman. Jin ursin, haqiqatan ham tsunamiga o'xshaydi-ya. Tezroq qochinglar, vulqon ortingizdan kelyapti. Menimcha do'stim, sening omading kelmadi bugun. Jin ursin, menimcha seni ertaging shu yerda tugaydi. Jin ursin, hamma cho'kib ketyapti-ku. Iltimos, menga yordam bering. Agar meni qutqarsang, barcha tilaklaringni amalga oshiraman. Uzr oshna, bugun seni qutqara bilmayman, chunki vaqtim yo'q ekan. Agar hozir men seni qutqarsam, boshqalarga nisbatan senga yaxshilik qilgan bo'laman. Men senga o'z qizimni beraman. Va nihoyat men qutqarildim. Xo'sh, menga va'da qilgan qiz qayerda? Qani uni zudlik bilan bu yerga olib kel. Va nihoyat 2026-yil men kim bilandir tanishaman. La'nati, qo'ylarni rasosini chiqaribsan. Tushunmadim, nega suratga olyapsan? Hadaringga la'nat seni. Bu yerda tiriklar qolmabdi-ku. Bularni kim qutqaradi? Azizam, seni yaxshi ko'raman. Xayrga tutildim. Tushunmadim, axir u sening ering edi. Tushunmadim azizam, nima deyapti bu? Men haligi mana cho'kib ketdi-ku. Men unga shunchaki yordam berdim. Nima bo'lgan taqdirda ham unday qilish yaxshi emas. Bu yerda tiriklar qolganmikin? Men zerikdim, shuning uchun nimadir qilgim kelyapti. Balki mana bu bolani pastga uloqtirsam-mikin? Jin ursin, sen haqiqatan ham shunday qilmoqchimisan? Mayli, qani bilmasam uloqtir uni. Bu seni qo'lingdan kelmaydi. Bo'pti, narigi tomonga qaragunimcha uni uloqtir. Xudoga shukr. Men o'ylabmanki oshna, sen uni uloqtirasan deb. Jin ursin, mana endi yana bitta aholiga kamaydi. Oshna, xavotir olma, sen hademay kuyib bo'lasan. Men unday deb o'ylamayman. Mayli, o'lishingdan oldin bitta tilagingni bajo keltiraman. Undan oldin menga nima olib kelganingni ko'ramiz. Oshna, yomon emas. Men o'ylabmanki nimadir rasvo narsa olib kelgansan deb o'ylabman. Sen meni bitta tilagimni bajo keltirmoqchi eding. Oshna, unutibman. Xo'sh, aytaver. Menga bitta xora kerak va sen bilan men. La'nati, nimalar deyapsan? Axir sen meni bitta tilagimni bajo keltirmoqchi eding. Bunday gaplaringdan keyin seni umuman qutqarmayman. Axir bu videoni yosh bolalar ham ko'radi. Sizlar esa yo'qolinglar bu yerdan. Sen qolishing mumkin. Senga alohida gapim bor. Bo'pti, men o'ylab ko'rdim. Sizlarni qutqaraman. Qani bila qolinglar, hamma ichkariga kirsin. Xavotir olmanglar, ichkari xavfsiz. Orolda xavfsiz joyini o'zi qolmagan. Jin ursin, vulqon shu yerga ham kirib kelibdi-ku. Men oldindan bilgandim bu yer xavfsiz emasligini. Sizlarni tabriklayman. Sizlar sog' salomat chiqdingiz. Shoshmanglar, nega bulut bo'ldi? La'nati, momaqaldiroq boshlandi-ku. Jin ursin, tornado ham yaqinlashib kelyapti. Menimcha hech kim tirik qolmasa kerak. Men bu go'zallikdan bahramand bo'lishim kerak. Axir bunday go'zallik har doim ham bo'lavermaydi. Nimasi qo'rqinchli buni? Qani meni qo'limdan tort, nimadir orqamga suqyapti. Tezroq bo'l, la'nati, hozir orqamga kirib ketadi. Hozircha yomon emas.
Iye, shoshmanglar, axir bu momaqaldiroqdan saqlovchi moslamalar-ku. Ha, ajoyib o'ylabsizlar. Shoshmanglar, bularning chiroqlari yonadimi o'zi? Yaxshilab ish qilib, uni chirog'i yonishi kerak. Agar uni chirog'i yonmasa, bir so'm oylik to'lamayman. Janob, to'kkat qilmagan ekan. Ha, janob, men xavfsizlik uchun qurishgan deb o'ylabman. O, birontasi tirik qolmadi-ku. Bu yerda ham tiriklar yo'q. O, mana bu tirik ekan. Iye, sen raqsga tushmoqchimisan? Unda senga omad tilayman oshna. Tornado yaqinlashib kelyapti. Xo'sh, sizlar tayyormisizlar? Qani unda boshladik. Bo'la qolinglar, tornado yaqinlashib qoldi. Nima balo, tornadoni hisob-kitob qilyapsizlarmi? Yursin, sizlarning oz vaqtingiz qoldi. Iye, bu nima tornadoni 3D modelimi? Qani bo'la qolinglar, o'z rejalaringizni ishga tushiringlar. Boshlanglar. Buyuk tornado, bizni bulardan qutqar. Nima? Qani bo'la qolinglar, tezroq bu yerga kelinglar. Bu yer xavfsiz. Xavotir olmanglar, kelaveringlar. Men barchangizni qutqaraman. Sen bizni yana aldaysan, to'g'rimi? Hoy, oshna, nimalar deyapsan? Axir bu yer xavfsiz. Bemalol kiraveringlar. Sen aldamayapsanmi? Agar aldayotgan bo'lsam, shu video YouTube ga chiqadi. Xo'p, mayli. Qani hamma meni o'rtamdan ichkariga. Ha, kiraveringlar. Mana men aytmaganmidim, bu yer xavfsiz deb. Menimcha tornado bu yerni. Bu yerda meni aybim yo'q. Va nihoyat tabiiy ofatlar tugadi va bular tirik qolganlar. Jinosin, bu nima tsunamimi? Tsunami. Bular tabiiy ofatdan saqlanish uchun bunker qurishganmi? Aholi juda ham aqlli bo'libdi-mi? Ha, Jinosin, hammasi ham aqlli emas ekan. Ularning hammasi bir go'r. Xo'sh, ular nima qilishayotgan ekan? Bu nima portalmi? Bunisi nima bo'ldi? Jinosin juda ham chiroyli ekan. Bu yerda sivilizatsiya bor-ku. Buni qanday qurishdi ekan? Senga bu yerni tanishtirib chiqmoqchiman. Rostdanmi? Yaxshi bo'lardi. Bu yerning podshohi kim ekan? Uni men bilan tanishtirib qo'ya olasanmi? Ha, albatta. U shu yerdami? Mana bu bizning faxrimiz. Qo'y, tushunmadim. Jinosin, bu yana nima balo bo'ldi? Sen nimani o'ylading, men bilmadim-ku. Lekin bu kerak emas. Qo'rqma, hammasi sirliq qilib o'tadi. Yaxshi, unda mana bundan boshlaymiz. La'natlari, bunkerning ichiga favora qurishganmi? Buni ular qanday qurish? Nega qarab turibsan? Bundan ko'ra bizga qo'shil. Jinosin, bunkerni bahaybatligi meni lol qoldiryapti. Jinosin, meni haykalim ham bor ekan. Ular meni ham yaxshi ko'rishar ekan. Buni soch tushdi. Og'zingga tichay seni. Shoshmanglar, yuqorida kimdir qoldimikin? Aholilar ichida baliqlar ham bormikin? Nima balo, aholilar bilan baliqlarni chachishtirishganmi? Yuqorida ahvol chatoq ekan. Bunisi nima bo'ldi? Bu yerda sirli bunker ham bormi? Jinosin, bunisi nima balo? Bunkerning ichiga sirli laboratoriya? Bu yerda nima balo bo'lyapti endi? Bu yerda yadroviy reaktor bormi? Ha, shunday bo'lishini bilgan edim. Qani bo'la qo'rqishda, hech kim ko'rmayapti. Tushunmadim. 3 ballik yer qimirlashib bo'lyaptimi? Buni men ham ko'rsam bo'ladimi? Yo'q. Hech kim xavotir olmasin. Men hech nimaga tegmayman. Men shunchaki xavotir olmanglar, hammasi mening nazoratim ostida. Axir boya aytdim-ku, hech nima bo'lmaydi deb. La'nati, nimalar qilib qo'yding? Men bilan o'ynashni xohlaysanmi? Men bilan uchrashganda men bilan o'ynamagan eding. Mana endi men o'ynayman, sizlar tomosha qiling. Mana bu sizlarga sovg'a. Jinosin, xayriyatki men protivgaz taqqan ekanman. Yaxshisi borib yuqoridagi tirik qolganlarni qutqaraman. La'nati, bu yerni yopib qo'ymasam bo'lmaydi. Boshqalar zarar ko'rishini xohlamayman. Shoshmang, men ichkaridagi eshikni yopganmidim. Mayli, ahamiyati yo'q. La'nati, bu yana nima balo bo'ldi? Jinosin, ulardan biron kishi tirik qoldimikin?
Aholi tsunamidan ham tirik chiqdi. Tiriklardan faqat bir kishi qoldi. Bu men. Jin ursin, qanday qilib bir o'zing tirik qolding? Sizlar ham tirik qoldingizmi? Qoyil. Sizlarni qayerdadir ko'rganman. Biz Groxning videosida rol o'ynaganmiz. Qoyil. O'zga sayyoraliklar yetib keldi. Jin ursin, bular sayyoralik o'zgalar ekan. 5 ta qishloq aholisi qoldi. Bu yerga esa sayyoralik o'zgalar hujum qilyapti. Ulardan necha kishi ekan? Jin ursin, sizlar 2 kishimi? Ular g'alaba qozondik deb o'ylayaptimi? Axir sizlar ko'pchilik edingiz-ku. Hamma bo'lyapti. Men urush bo'ladi deb o'ylabman. La'nati, nima balo bo'lyapti? Mana ular ko'pchilik bo'ldi. Qayerga qochyapsizlar? Sizlar tayyorgarlik ko'rgan edingizmi? Xo'sh, bunisi nima bo'ldi? Bu rejalaringizmi? Biz ko'pchilikdan yordam so'ragan edik. Ular bizga salarkasi tugagan tankni yuborishdi. Uni itarib ham yo'q bilmayapmiz. Va nihoyat sizlar tayyorsizlar. Biz jang qilmasdan g'alaba qozondik. Tushunmadim, qanday qilib g'alaba qozonishingiz mumkin? Ular to'g'ri aytyapti. Jin ursin, ular hech nima qilishmadi ham. Bu degani bu 4 ta to'nka g'olib bo'ldimi? Nihoyat biz uni la'nati bu kim? Mana endi raqsga tushamiz. Shunday qilib siz 4 tovingiz tirik qoldingiz. Meni uni yuragi qisdi. Shunday qilib siz 3 tovingiz tirik qoldingiz. Lekin bizda kichkinagina muammo bor. Do'ndiqcha bitta, lekin sizlar 3 tovingiz tirik qoldingiz. Xullas buni erkakchasiga hal qilib olishimiz kerak. Jin ursin, sen g'olib bo'lding. Dahshatli tabiiy ofatlar bo'lib o'tdi. Qanchadan qancha aholilar nobud bo'ldi. Lekin ularning ichidan faqat sen g'olib bo'lding, G'ilay. Shuning uchun senga sovg'ani, ya'ni do'ndiqchani. Meni do'ndiqcham. Bu meni aybim emas. Bu videoga like bosib, Anilan Dublyaj o'z kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Tez orada ko'rishamiz. Xo'sh, men Minecraft o'yinida ekanman. La'natlari. Bo'lmasam bugun qishloq aholilari nima qilishini kuzatib turaman. Hangi yonidan qachon men bu yerga kirarkanman? Men tashqi ko'rinishimni o'zgartirishim kerak. Sen yaxshi dublajchisan, lekin sening videolaring. Jim o'chirib oldingni. Menga sening kiyimlaring kerak. Albatta, mana. Qani, la'nat padaringga la'nat. Quloq solishna, menga o'z kiyimlaringdan biri kerak. Albatta, lekin senga bir she'r aytib bermoqchiman. Qani, eshitaylik-chi. La'nat, tushunmadim-ku, lekin yaxshi she'r ekan. O'zi bu she'rni kim o'rgatgan unga? Bu yerda hammasi jonimga tegdi. Qani kiyimlarni yech, ishtonda hammasini yech. Bo'ldi, hammasini yechaman. Qani bo'la qol, meni vaqtim yo'q. Kiyimlarni yechay kiyimlarni la'nati. Sen bola butunlay yuragimga to'kilding-ku. Men seni tanidim. Sen boya tushunmaydigan she'rni aytgan bola eding. Men seni sevman. Yo'qolay la'nati. Va nihoyat xayriyat, men undan qutuldim. Sening ko'rinishing chiroyli. Yo'qolay la'nati. Agar yana bir marta sen chiroylisan desang, mana bu bolang olovda kuyadi. Xavotir olma, bolangga hech nima qilmaydi. Agar sen richagni pastga bosmasang. Krasavchik. Bu odam emas. Menga qara, agar sen sog' bo'lsang menga kallang qimlat. Xudoga shukr. Men bir qizga oshiq bo'lib qolganman. Men buni tanamayman deya olmayman, lekin bu suratni hech kimga ko'rsatma. La'nati, men kiyimlarni qo'lga kiritdim. Xayr. Bo'pti, meni surat bilan qiladigan ishim bor. Va nihoyat men o'zimga kiyim kiyib oldim. Bular qayerga ketishayotgan ekan? Mayli, ularning ortidan boraychi, qayerga ketishayotgan ekan? Jin ursin, axir bu aholilar sivilizatsiyasi-ku. Mana endi shu yerda 1 daqiqa shoshmanglar. Agar sizlar bundan oldingi videolarni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'rishni maslahat beraman. Barcha videolarni ko'rib berganingizdan so'ng albatta kommentariy yozing va like bosing va Anilan Dublyaj o'z kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Anilan Dublyaj o'z obunachilari nominadin. Salom oshna, bu yerda nimalar bo'lyapti? Bu yerga yana 4 ta bola yetaklab kelib bilmaysanmi? Sen joydami? Kim bu yerga o'z bolasini yetaklab keladi? Agar olib kelsam, menga necha foizini berasan? La'nati, axir bu yerda xitlar paydo bo'ldi-ku. Komandir, meni bu yerda umuman aloqam yo'q. Bu kimning bolasi? Meniki emas. Bu arenami? Sizlar yangiliklarni iti bo'lgan kuzatuvni kuzatyapsiz. Xo'sh, la'nati tomoshabinlar, sizlar bu ko'rsatuvni ko'rmasangiz ham ko'rasiz, ko'rsangiz ham ko'rasiz. Chap tomondagi jangchimiz o'lmas botir o'rtaga yotur. O'ng tomondagi jangchimiz esa zombilardir. Men jang xohlayman, menga jang beringlar.
Jin ursin, bu sivilizatsiya juda ham qiziq ekan. Shoshmang janob, siz birinchi mijozsiz, shuning uchun sizga tekin ovqat bermoqchiman. Wow, bunaqasini birinchi marta ko'ryapman. Hozir 1 daqiqa janob. Mana buni tatib ko'ring janob. La'nati nima? Yo'q, bunisi emas, bunisi ekan. Qo'ying janob, bu sigir suti. Tushunmadim, qayerdadir ko'rganman bu sigirni. Mayli, agar sigir suti bo'lsa ichaman. Lekin sut ozgina achigan ekanmi? Biz sizga hali sut bermagan edik janob. Tushunmadim, nima? Men boshqa bunaqa sut ichmayman. Lekin bizning sutimiz toza mahsulot. Yo'q, unday bo'lsa mayli. Janob, sizga mahsulotimizni ishlab chiqarishini ko'rsataman. Yaxshi bo'lardi. Hoy, bu yerda sigir ko'rinmaydi-ku. Mana menda o'sha. La'nat yey. O'zi bu yerda sog' aholi bormi yoki yo'qmi? Juda ham chiroyli uy ekan. Bu mening uyim, xohlasang senga ichkarisini ko'rsataman. Lekin maqtashga, Tushunmadim la'nat qanjiq. Sen bu ishlarni eringni ko'z oldiga qilyapsanmi? Bular meni do'stlarim, siz umuman aralashmang. Balkim biz noto'g'ri tushungandirmiz. Hoy, menga qara, balkim menga nomeringni berarsan. Ha, albatta. Ajoyib. Xayriyat, va nihoyat men komandirovkadan uyga qaytdim. Jonginam, men keldim. Qayerdasan? Azizam, men senga Bu yerni ham birozgina ko'zdan kechirib chiqaychi. menga yordam kerak. Tinchlikmi, nima yordam kerak? Bo'ldi, yuragimga to'kilding. Seni uyingdan chiqarib tashlayman. Shoshma, balkim mana bunday qilib ko'rsamchi. Balkim kerak emasdir. Yo'q, kerak. Ochaman, yopaman, ochaman, yopaman, ochaman, yopaman, ochaman, yopaman, ochaman, yopaman. La'nat yey. Xullas seni. Hoy, menga qara. Nima bo'ldi? Hoy, salom Anilan. Yo, tavba, ko'zimga ko'rindimi? Hoy Anilan, va nihoyat sen kelding. Yo, tavba, hayotda juda ham chiroyli ekansan. Sen haqingda eshitganman, lekin ko'rkamligingni bilmagan ekanman. Anilan dublaj uz. Men seni sevib qoldim, lekin men xohlagan sevgini bera olmaysan. Balkim uni menga olib kelarsan. Ha, albatta. Anilan dublaj uz. Sen yoqimtoy ekansan, taklifimga juda tez rozi bo'lding. Jonginam, sen uchun barchasiga tayyorman. Seni kelishingni 14 kun intizorlik bilan kutaman. Men haligi, wow! Axir sen bular uchun juda ko'p kuch sarflaysan. Xayr, Anilan dublaj uz. Men seni intizorlik bilan kutaman. Tushunursan, meni do'stlarim ham shu qizday meni tushunganda edi. Bizga ovqat olib kelib berishadimi yoki yo'qmi? Hoy, biz hali yo'lga chiqqanimiz yo'q. Menga buvim aytganlar, menga ariqlash mumkin emas. Xullas do'stlar, biz mana bu yo'ldan yurishimiz kerak, chunki bu yo'l anchagina xavfsiz. Bu yo'l ko'rsatkichni kim chizdi o'zi? Buni men chizdim. Shunaqa ham komanda bo'ladimi? Bularning ahvoliga bir qarang. Bittasi la'nati bola, bittasi vobshim tomi ketgan, bittasi cho'chqa, bittasiga teshik kerak. Mana bor ekan-ku bitta normalnisi. Xullas, quloq sol oshna. Men sen xohlagan narsani olib kelib bera bilaman. Lekin mana bular bilan sayohatga chiqqanimiz bu xato ish. Chunki biz boradigan yo'lni faqatgina men bilaman. Lekin nima uchun biz kechqurun yo'lga chiqdik? Men tezroq do'ndiqchamga o'zi xohlagan sevgini topib olib kelib berishim kerak. Keyin esa men u bilan kechirasiz, men akula ko'rganga o'xshayman.
La'nati bola, bu yerda akula nima qilsin? Voho! Jin ursin akula. Hoy, hamma tayyorgarlik ko'rsin. Akula suzib yuribdi. Bu akula emas kit, lekin men akulani qo'lga oldim. Tezroq qochib ketmasidan oldin uni boshiga bir nima bilan uringlar. Oy, men akula emasman. O, akula gapirishni nimarkan? Sen ikkoving ham yo'qol ko'z oldimdan. U qayerda edi? O, la'nati, u shu yerda ekan. Xavotir olmanglar, hammasi joyida. Men kitlar tilida gapirishni bilaman. O, o'zingni qurbon qilmoqchimisan? Ha, kitniki katta bo'lsa kerak. Ha, tayyor. Jin ursin, nega menga hali ham yegulik olib kelib berishmadi? Ha, Jin ursin, oshna, biz seni noto'g'ri tushungan ekanmiz. Hozir men unga bir nima beraman. Mah, la'nati kit, tiqilib o'l. Yo'q, qo'yle, oshna, o'zi unga nima berding? Aha, men unga o'zimni. Ha, va nihoyat biz orolga yetib keldik. Mana endi o'zimizga xavfsiz joy izlashimiz kerak. Tushunmadim, Tomi ketgan ko'rinmaydi. Qanday bo'la qolinglar, kech ham tushib qoldi. Tezroq komandli blokni topishimiz kerak. Lekin undan oldin kravatlarni qo'lga olib dam olishimiz kerak, chunki ertaga kun og'ir bo'ladi. Xullas, men mana bu yerda yotaman. Yillatlar ey. Mana tong ham otdi. Xo'sh, hamma tayyormi? Qani bo'lmasam olg'a. Xo'sh, men o'ylashim bo'yicha u mana shu yerda bo'lsa kerak. O, va nihoyat biz uni topdik. Qani do'stlar, olg'a. Juda ham chiroyli ekan. O, qoyil, yaqindan ko'rinishi juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Shoshmanglar, agar men uni olsam, bu yer portlab ketmaydimi? Agar sen uni olsang, portlab ketsa keyin nima qilamiz? Bo'lmasam do'stlar, tayyorgarligingizni ko'raveringlar. 1, 3. Qo'yli, hech nima bo'lmadi. Ko'rdingizmi? Portlab ham ketmadi. Do'stlar, xavotirga o'rin yo'q. Men nimani bosib oldim? O, bollanati g'ilay, shunisi yetmay turuvdi. Bizda qancha vaqtimiz bor? 1 sekund. Hoy! 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 Nima balo, quloqlaring karmi? Hammasi joyida. Yaxshi, qani olg'a. Ana tezroq yuringlar, og'zingga chay sallanadi. Tezroq bo'linglar, deyapman. Men bu yerga bekorga kelganim yo'q. Hammasini o'z joyiga qo'yishga kelganman va bugun men hammasiga chek qo'yaman. Vaqt keldi. Menga bu komandli blok kerak. Bugun g'alaba men tomonda bo'ladi. Bugun butun sivilizatsiya sukunatga g'arq bo'ladi. Butun ovozlar sukunat botqog'iga botgandan so'ng sen meni qanday ekanligimni bilasan. Do'ndiqcha, men keldim. Yo'q, tavba, bu yerda nimalar bo'ldi? Qani kela qol, men seni intizorlik bilan kutyapman. La'nati tivare, sen chegaradan chiqib ketding. Sen meni tengim emassan, Anilan dublyajuz. Hozir men bu yerni yer bilan bitta qilishimni sen o'z ko'zing bilan ko'rasan. Mana endi sizlar haqiqiy qudrat nima ekanligini ko'rasizlar. Bu yorug'lik komandli blokni kuchi deyiladi. Mana endi sizlar Tushunmadim. Yo'ho, mana buni orqa yuk xonasi desa bo'ladi. Oy do'ndiqcha, men shanba yakshanba kunlari bo'shman. Tushunmadim, sen nega unga ko'z olaytiryapsan? U meniki. Yo'q, meniki. Meniki dedim. Jin ursin, sen barchani o'ldirding, meni do'ndiqchamni ham o'ldirding. Mayli, senga yaxshilik qilaman. Sen uchun ajoyib sovg'am bor. Qanaqa sovg'a? Mana u. Good morning. Katta bo'lgan ko'zchalaringdan aylanib ketay.